Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi mehmonimiz Shohjahon. Shohjahonni почти 4-5 yildan beri bilaman. Adashmasam shunaqa, 4-5 yil bo'lib qoldi. 4-5 yildan beri uzumda, nafaqat uzumda, boshqa platformalarda ham sotuvchilik qilib kelyaptilar. Shohjahon o'z ikki og'iz kameraga qarab. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sotuvchi biza hozir taqdir taqozosi bilan. Sotuvchilikdan oldin nima ish bilan shug'ullangansiz shu haqida biz? Sotuvchilikdan oldin yoshligimdan o'zi savdoga qiziqqanman. Taxminan 4-5-sinf atroflarida qarindoshlarimiz opti marojxonasi bo'lardi bozorda. O'shanda bozorda korobkada marojlar solib, 5-6 ta marojlatni bozorga aylantirib sotganman. Qashqadaryo kitobda. Kitob dehqon bozorida. Qoyil. Birinchi biznes o'shanda boshlangan. Unaqa utepленный emas, oddiy korobkada yozda kanikul vaqti 10 dona 5 dona qilib kuniga o'zi kitoblikda hammasi biznes qilgan shekilli. Biz ham o'sha paytlar ismaloq sotganmiz. Of deydi. Terib. Ismaloq dashga boraydik, dashdan turib yig'ib, har kuni ertalab soat 6 ga bozorga olib chiqib sotganmiz. Bir xil payt o'qituvchilarni ushlab olaydik, kech qolib ketsak, prям o'sha joydan quloqdan tortib maktabga olib ketishardi. O'sha yozda bekor o'lmaslik uchun o'shada o'ydiklarimizdan savdo qilishardi bozorda. Biz ham borib marojna olib borib sotib, har kun o'zi yozda kanikulda shunaqa o'tardi. Suv sotardik, keyin yoshligimda bozorda o'ziga qarashib shundan boshlangan. Shunaqa qilib bizga sekin-sekin yoshlikka kirganmiz. Birinchi qadamlar bo'lgan o'shanda. Tak, yo o'zi ishxonada ham, davlat ishxonasida ham ishlagansiz, menimcha, to'g'rimi? Oldin adashmasam qanaqa edi ishxona? Onlayn auksion edi. Onlayn auksion. Auksion platformasi. Auksionlar tashkil etadi, davlat mulklari, yerlari, ko'chmas mulk shunaqasi sotishadi. Oldin misol uchun menga biznesda yurganman, keyin hamma o'qishga kirish zo'r ekan degan. U kunda litseyga kirib, o'qishga tayyorgarlik ko'rib, keyin universitetni tugatib, sviyazni tugatib, o'sha auksionga topshirganmiz. Auksionda 3 yildan oshiq ishladim shekilli. Ishlar yurgan vaqtimning o'zida ham qo'shimchasiga keyin o'sha biznesga qiziq bo'lganligi uchun Xitoyda o'rtog'im bor, narsa jo'natib turardi, bu yerdan sotib, OLXda sotib, bu yerda sotib, asta-asta kirish bo'lgan shunaqa savdoga. Xo'p, bugungi podkastimizda Shohjahon faqat sotuvchilik bo'yicha gaplashamiz. Uzumda qanaqa boshlagansiz, shundan boshlaylik. Uzumga qanaqa kirib qolgansiz? Mana birinchi qayerdan eshitgansiz uzumni? Uzumga kirib kelishga menda asli tovarlar bor edi. Tovarlarni sotish uchun internetda e'lonlar chiqish boshlagan edi. Uzum market deb. Endi u menda asli tovar qayerdan paydo bo'ldi degan savolga javob olib bermoqchi edim. U uzumdan oldin biza bilan ishlagansiz. Xuddi shunday, sizlar bilan ishlaganmiz. O'rtoqlar, uzumdan oldin chiqqan birinchi marketplace, stock market bo'ladi. Ko'pchilik endi eshitmagani, lekin o'sha uzumdan oldin boshlaganmiz. Shunday kichkina reklamada. Haqiqatan ham qanday kirib qolganmiz? Akamning Paynet bor edi. Paynetda kompaniya tomonidan вознаграждение qilib megabayt sotganda bonus beradi dilerlarga. 20%, 25% kompaniya tomonidan dilerlarga bonus bor edi. Akam aytdilar, mobil ilova qildirishimiz kerak dedilar. Sen sivazda o'qiysan, programmistsan dedilar. Bo'ldi, esladim. Mobil ilova qildirish kerak dedilar. Trafik sotish bo'yicha. Trafik sotish bo'yicha. Bo'ldi. Keyin uni programma qildirdik. Hech kim o'rnatmayapti o'zidan o'zi. App Store'da Play Marketda 1 million, 2 million yuklangan anaqalar bor-da, endi proyektlar bor, zo'r yuklar, 500 ming obunachisi ko'rib turganlar bor. Nima bizga odam yuklamayapti dedilar. Keyin to'xtang, odamga ko'rsatish kerak qanday qilib buni. Xo'p, dedim, madriqqa o'rganib, bizga buni kuchaytirish kerak dedilar. Keyin targetga boshlandi. Target kursiga boshladim, qatnashdi. Qarasam, odamlar qanday kuchaytiryapti, Instagramda ko'rsatyapti har kun, ilovalar, boshqa ularga ko'rsatmaydi, bizga ko'rsatmaydi deb. Keyin qanday qilar ekanman deb targeting degan narsa o'sha o'rganishni boshladim. Instagram, Facebookga reklama yoqib, ilovani ommalashtirishni boshladim. O'shandan keyin tovarni biznesga o'tish boshlandi. Qarasam, tovarlar reklama chiqish boshladi. Bu tovar qarasam, qanaqa linkka ketib qoladi oqimga. Bo'ldi. Telegram sotyapti bular deyman, kimdir nima sotyapti ekan deyman. Link bilan ketyapti. Keyin qarasam, CPA saytlar bor ekan. Shu Yuzka.uz, Sotuvchi.com, yana Mahsulot.com, Birbar.com, Allambar.com juda ko'p ekan. Ularda o'sha target orqali tovar sotishni boshladik. O'sha payt faqat Instagram orqali sotilardi. Instagramdan sotib, faqat Instagramdan. Instagram emas, Telegram orqali biz ishlardik. Birinchi bo'lib
kirib kelib target temasini olib kelgan sotuvchilardan Shohjahon bo'ladi. Birinchi bo'lib turib. Biz emasdir bo'lik. Yo, menimcha Ob'yomroq ishlaganmiz lekin shunaqa. target unaqa hali rivojlanmagan edi. Zo'r ko'p emas, target olish juda ko'p emas lekin Ko'p haqiqatan. emas edi. Keyin Ko'payib. shogird ko'paytirib yubordingiz. Ya bir tomonda yaxshi bo'ldi, bizga ham risk ob'yomimiz oshdi. O'shani hisobidan keyin adminlik qilishni boshladim. Shu targetni qilib, tovar sotib, bonusini yig'ib, o'sha bonusini ko'paytirib 100kada sotuvchilarda, har xil qilishni boshlandi. Keyinda risk ko'payib ketib qoldi. Zo'r tovar, misol uchun yangi tovar qo'shildi, misol uchun bir kunda 500 ta, 1000 ta zakaz tushirib olardik. Tovar tagi bo'lmasdi, ob'yom bo'lmasdi. Keyin o'sha muammo boshlanardi. Reklamaga $500 xarajat qilib qo'yganmiz. Sotuvchisi taxminiy foyda $2000, $1000 ko'rinib turadi, lekin bu sotilmagandan keyin muammo boshlandi. Keyin o'z tovaringizni Keyin sotishi. to'xtatdik, undan ko'ra shular bilan kelishib, o'zimiz tovar qo'shaylik, shularga o'zimizga sotaylik, o'zimiz sotaylik deb. Bo'ldi, esladim. Endi esimga tushyapti men. Birinchi hozir meni xayolda yo'q edi. Qaysi payt bir vaqtda ishni boshlaganimiz. Birinchi sotuvchi.comda boshlandi, sotuvchilik qilish. Keyin 100 ga ham bordi. To'xtadim, faqat sotuvchi.com bilan reklam qilmaymiz dedim. O'zimiz tovarlar qo'shishdi, ularga taklif beraylik dedim. Birinchi taklifni biz seller, menimcha biz kirganmiz o'zi. Habib bilan ikkalamiz kelib, Joni bilan gaplashib, bo'ldi, shunaqa edi. Qaror kelishganda boshda sizlarda haqiqiy qancha sotilgan tovar qo'yib, tovarni olib beramiz. Fikslarimiz bor edi, qanaqa komissiya emasdi. O'zimiz tovarni o'zimiz reklama qilib sotaverdik. Bo'ldi. Shuni hisobidan keyin 2022-yilgacha unda target zo'r, unda ham zo'r oborot qildik. Milliarddan oshiq zo'r savdolar qilish boshladik. Keyin tovarlar asatga qolishni boshladi. Asatga yig'ilishni boshladi. Pul o'shada asatga turishni boshladi. Yo'qotish platformasini qidirgansizlar, shunaqa qilib Uzumga kirib qolgansiz, to'g'rimi? Uzumda e'lonlar chiqib boshladi kanallarga, har xil kanallarga. Sotuvchi qiling degan. Uzum prямо boshida ochilgan paytida menimcha sellerlar yig'uvdi, nima qilib beruvdi? Konferensiya. Ularga bormaganman konferensiyalarga. Bormagansiz? Yo'q, bormaganman. Uzumni ochilishi birinchi ochganda ular AliExpressdan 3 millionlik tovar olib kelib, AliExpress bilan qo'shimcha shartnoma olib kelishgan. Birinchi tovarni AliExpress olib kelib bergan hammasini. Hozirgi shu uchun ham bitta sklad AliExpressniki. Ha, yo'q, Uzumni bitta sklad AliExpress. Oldingi qabul qilib turgan skladi hozir polni AliExpress ishlaydi. Obrodga O'rta Osiyodagi skladi AliExpress. Nima edi? Qo'yliqdagi. Qo'yliqdagi birinchi uzumni skladi ofitsialniy hamma zdaniya AliExpressga tegishli hozir. Hozir ham nimadir zakaz qilmoqchi bo'lsam AliExpressdan o'sha sklad kelib tushadi, demoqchimisiz? O'rta Osiyoniki shaqqa yig'ilar ekanda, shuni tarqatilar ekan. Qo'yil. Telefonlar tinmayapti-ku. Shunday qilib keyin mana birinchi menejerga botdan yozdim. Hech kim tanish yo'q edi yo'qda. Botdan yozganda birinchi aka Uzum marketda savdo qilmoqchiman deb telefon qilishdi ular. Botga telefon raqamini qoldirgandim. Skrinshotlarni ham qo'yish kerak. Nechinchi yil bu? 2002-noyabr 2022-yil. Uzumdagi menejer oktabrda ochildi, adashmasam avgustdami? Noyabrdan 3 oydan o'tgandan keyin sirasi qo'shilibsiz-da. 2-noyabr kuni shartnoma qilib, ular bilan tashlavergan bo'lay tovarlarimni. Boshida ularga ishonchim bo'lmagan. Nimalaring bor degan ular, mana ko'rsatganman, bir 10 xil tovarimni ko'rsatganman, uyda yotuvdi. Bo'pti deb ular o'zi qo'shib berishgan tovarni boshida. Keyin o'zi menga skladga jo'natib berdi degan, unga jo'natib berdim. Mana birinchi rasmlar bor shuni. Xullas, bitta savolim bor edi, taxlab qo'ygan. Necha pul bilan boshlagansiz demoqchi edim, lekin sizda prosta tovar bo'lgan, hech qanaqa summasiz o'sha tovarni o'zi bilan kirib kelgansiz Uzumga. Asr tovar bilan kirganmiz, o'sha 10 xil tovar bitta jo'natib ko'rdim ularga. 3 kunda qolmas sotuv bo'ldi. Yetdim, keyin 10 ta jo'natdim. 3 kunda sotuv bo'ldi. Ha. Ular o'zi omborga olib borib joylashtirib, qarasam 3 kunda sotuv bo'lib, menga pul tushishni boshladi. 9000 ga qismga tushgan birinchi kun. Savdo bo'ldi ko'rsatgan. Zo'r ekan deb keyin 10 ta olib olganman. Shundan boshlanib ketdi keyin. Oqim bo'lib turgan edi, o'sha oqimga kirib olganmiz faqat prosta shu. Bunaqa sirpira yo'q. Ha. O'zi tem bo'lib payti reklama bilan juda ham aktivni shug'ullanyotdi, ular adashmasam. O'sha oqimga tushganmiz. O'zi ko'pchilik bilan mana shunaqa podkast olgan paytimiz qanaqa qilib tez ko'tarilib ketgansan degan payti ko'pchilik aytadi. Omad kelib qolgan, qaysidir joyda, qaysidir oqimga tushib qolgan, vaqtiga nimadir ish qo'shilib qolgan bo'ladi, shu bilan o'zi hamma ishda ham shu ekan. Qishki sezonda abagavator qo'shgandim. Vitiylar. Ha, vitik. konkurensiya bo'ldi, narx tushirdim. Eslayman, ha, bo'ldi. O'sha Vitida 300 ming sotayotgandik o'sha payti.
uzumda siz 200 ming ha 200 mingdan qilib qo'shdingiz. Biling, qanaqa qoplatyapti ekan deb boshiga hayron qoldim. O'sha оборот ko'tarilgan o'sha обогреватель bo'ladi menda. Litik обогреватель. Ko'chadan ketyapti, kuniga 100 ta borsam ham ketyapti, 200 ta borsam ham ketyapti, kunlik sotuv bo'lyapti. Har kun skatga olib boraman, 50 ta boraman, tez qolmagan bo'ladi. Aytdingmi? Keyin ko'chadan qarz bo'lib ketdim, pulim yo'q bo'lmasa boshida hamma pulim tikib bo'lganman o'sha обогреватель qimmat edi narxi ham, yaxshigina. Ko'chadan bir 15 ming, 20 ming dollargacha qarz bo'ldim-da. O'shanga uzumda o'sha pulni olmagan bo'lsam ham ishonib tikdim o'sha pulni uzumga. Uzum sizga adashmasam boshida tez tushirib bermasmi? Yo'q, keyin o'shandan keyin keyinchalik menejerlar o'zi taklif kiritgandi, to'g'rimi? Shunaqa bo'lgan. Оборот kamlarga ozroq yordam sifatida pulini tezroq yechib berish taklif kiritilgan. Bir kun qarasam, qayta ishlashda 300 million oshib turardi. Hamma balansni tushib qolgan. Demak, yozdim. Aka, bu nima bildim, qayerdan kelib olmuncha pulni. Keyin rahbar ko'rib chiqqan ekan, 20 tagacha magazinga dostib bergan, shunaqa imkoniyat qilib bergan edi. O'sha vaqtda endi hozir nechta bo'lgan bilmayman unaqadan. O'shandan keyin kunlik savdo oshib, o'sha qayta o'zi renovatsiya qilib, o'sha 2 yilga yaqinroq summada pul olmaganman-da. Umuman o'zimga ishlatishga, qaqqadir uy olish uchun, boshqa qilish uchun emasda. Hammasi investitsiya bo'lib, qayta o'ziga kiritib. Qiyinchiliklar ham bo'lganmi yo hammasi bittada o'xshab ketganmi? O'sha boshida tavakkal qilish qiyin bo'lgan. Sotuv mana misol uchun 50 ta borsam ketyapti. To'xta, qayta olib borish, shuni kututmagan. Misol uchun 50 ta olib borib, pulni kutib turib, yana qilgancha sezon o'tib ketib qoladi-da. O'shaning uchun qayta renovatsiya qilib, investitsiya qilib, o'zim o'sha tovarni ko'tarib, shu bilan boshlab ketgan keyin. Hozir o'zimga kirsa bo'ladimi? Mana yangi mana sotuvchilar bor. Prosta gigantlar juda ham ko'payib ketgan. Hamma направление menimcha o'zi zayd bo'lgan. Yoki mana student qancha kapital bilan kirsa bo'ladi, aytaylik. Bitta oddiygina anaqa yarimta magazin, yangi magazin ochgandim. Islomiy hadiyalar degan. Ko'p investitsiya qilmaganman. Qurbon hayitidan oldinmi, qanaqa bayramdan oldin Sipochkacha qo'shganman. Tuzloq ismidagi klon. 1 million so'm investitsiya qilganman bor-yo'q. 1 million so'm bilan boshlangan. Bir kun 200 ta olib borgandim. Tan narxi 15 ming, 20 ming bo'lsa 70-80 ming foyda qolardi. Bitta kolonda. Buni kameraga aytmaysiz. Yo'q, realni shunaqa tovarlar bor-da. Ikki xil yo'l bilan kirsa bo'ladi-da. Ichkimda yo'q tovarda zo'r qimmat sotib kirsa bo'ladi. Yoki hammada bor tovar, hammada arzon sotib kirsa bo'ladi. Hammada arzon sotib. Ikkita variantdan bittasi. Endi pul kam bo'lsa, ichkimda yo'q tovarda eng arzon narxda olib kirish kerak. Yoki hammada bor tovarda, hammada arzon olib kirish kerak. Sotuv shunday bo'ladi. Biz ham uzun marketda ochganmiz akkaunt. Endi bizda hammada arzon qilib sizlarda o'zi birinchi bilan ishlayapmiz. Shunaqa demping. Iloji boricha narx tushirib foyda qilish kerak emas sizlarga. Bilmayman, men ham qiziqib qolganman, ukam ham shug'ullanadi, u ham shu bizga soni kuniga 1000 ta zakaz tushib tursa bo'ldi, foyda qoladimi yo'qmi? Men aytaman, bir xil payti o'ylab qolaman, soliq tushib ketadi, bir xil payti 50-60 million, undan ham ko'p soliq ketib qoladi. O'sha payti bilan foyda qilyapmizmi deb o'ylab qolaman-da, keyin ish ketyapti, olib yurish kerak, baribir lekin baribir. Endi ishchilar ham zayd bo'lganiga mana nima deydi, 5-6 ta odam ish bilan ta'minlayapmiz shu orqali. Shu ham odamga sal motivatsiya beradi. To'g'ri ekan. Qiziqtiradi. Foyda kelsa undan ham katta motivatsiya bo'ladi. Foyda kelsa zo'r endi siz bilan konkurensiya qilib bo'lmayapti-da. Yo'q, men sizlarga statusga sotmayman. 1000 so'm tushirsam, narxini sizdan 2000 so'm tushirib qo'yasiz. Qanaqa qilib? Uzumdan tanishingiz bormi bilmayman. Yo'q, unaqa. Hammada uzumda stabil bir xil komissiya bo'lsa, tanish bo'lmasa. Kimdirlar aytadi, uzum men uchun spetsialniy 2% qilib bergan, 1% qilib bergan. Shunaqa bo'lishi mumkinmi? Ayrim uzumga kerak tovarlarga bo'lishi mumkin. Teoretik bu narsa bo'lishi mumkin emas. Doimiy emas-da. Misol uchun qaysidir brendlar bor, ularni olib kirish uchun o'zim shunaqa komissiya qilib beradi. Eshitgansiz shu haqida. Lekin sizdagi hammada bor tovarga o'ylaganman, shunaqa foyda kerak emas dedi, tinchlaydi. Men sen sotmasang, biz sotyapti dedi. Xohlasangiz sot dedi. To'g'ri. Qaysi brendlarga qilgan bo'lishi mumkin. Keyingi savolim, konkurentlar qanaqa analiz qilasiz? Mana men konkurentizman. Nimasini o'rganasiz? Как раз bizga ham foydali bo'ladi. Haftalik sotuvidan ko'proq olinadi. Ko'rsa bo'ladi. O'zim ko'rsatilgan ma'lumotlar bo'yicha. Yo'q, o'sha zakazlar soniga qarab turib analiz qilasiz. Soniga qarab, keyin o'sha tovarni men necha pulga olib kelaman. O'rtada qancha foyda bor. O'zimni komissiyalarini ko'rsa bo'ladi bemalol. Hisoblab ko'raman, qani undan 20% yoki 30% arzonroq sota olaman o'sha narsani.
hozir misol uchun 40% foyda qolib turgan bo'lsa, indamay 10% arzon sotib, bilan dumping qilib kirishim mumkin-da. Faqat bitta yo'li shu. O'shani hisobga ko'raman. Undan kam foyda qolyapti, bo'ldi sotmay qo'yaman tinchgina o'sha tovarni. Yo, boshqacharoq yo'li yo'qmi? Misol uchun marketingdan foydalangan holda qanaqadir reklamalar bilan kimdirlar bor-ku, mana bizda 100 ming sotilayotgan naushniklar kimdirlar 300 ming ham sotib turib, foyda qilayotgan joylarini ham ko'rdim-da. Bor, unaqa qilsa ham bo'ladi. Lekin alohida har bir tovar uchun unaqa qilib chiqaman. O'zi ko'p vaqt oladi. Yangi tovar qo'shib ko'raman, foyda bor, o'zimga foyda qoladigan qilib, boshqalardan arzon qilib, sota oladigan darajada tushira olaman, narxini qo'yaman. Boshqalar bilan juda katta summada arzon qo'yolmayman, kamroq arzon qilib qo'yaman. Xullas, hozircha единый strategiyangiz demping. O'sha. Keyin o'zi qaysidirlar organik ko'tarib ketadi tovarlar. O'zi yaxshi sotuv bo'ladi, klient yaxshi oziq qoldiradi. O'shaning hisobidan keyin ko'tariladi. Infografikaga ham ko'p narsa bog'liq. Infografikaga ham ancha narsa bog'liq. Klientning odzifiga ko'p narsa bog'liq. Yangi sotuvchilar ko'proq o'zi sotar, o'ziga o'zi odziv qo'yadi. Shunaqa savolni bermoqchi edim. Искусственный odziv qoldiradiganlar ham bor-da. Ko'p bunaqalar. Tabiiy holatda emasda. Manda lekin o'sha odamlar o'zi test qilib ko'radi, realniy. Qayerdan ham o'sha yaxshi sotyaptimi, yaxshi odziv qoldiryaptimi, o'sha narsani tayin o'zmasdan, orqasini o'zmasdan ketib borlar. Komanda haqida gaplashsak. Hozir nechta odam komandada? Hozirmi? Mana bizda savdo qilyapsiz. Uzumda adashmasam Yandex ham bor. Sotuvchi ham bor. Wildberries ham bor. 5 ta platformada. 5 ta platformada 500 tadan 500 ta emas, mayli. 300 tadan sotuv bo'lsa ham 1000 tadan oshiq ekanda, xullas. Kunlik sotuv o'tacha 1000 tacha bo'lsa ham hammasi. 1000 ta buyurtmani har kun taxlash, uni strichlash, upakovka qilib turib 5 ta platformani skladiga jo'natishga ham endi komanda kerak-ku. To'g'ri. Biza bitta uzum o'ziga 3 kishi shug'ullanadi. 2 kishi bu yerda ofisdan turib nimalar o'sha kontent bilan shug'ullanadi. Infografikasi, uni tekst yozishi. Xullas bizda 5 kishi. Sizda necha kishi? Yaqin-yaqingacha 3 kishi edi sanda. Kichkina gibki komanda ekanda. Hozir ochdimi? 4 ta ishchi bor, bittasi faqat chatga javob beradi. Chatga? Onlayn uydan ishlaydi. Qolgan 3 ta ishchi bor, o'g'il bola. Mana tashqari 3 ta ishchi, ular tovar olib borish bilan shug'ullanishadi. Ular o'sha strichlab, yetkazib beraveradi. Strichlab yetkazib berishni shug'ullanadi. Tovarni qo'shishda asosan o'zim shug'ullanaman. Wildberriesga tashcha olingan, o'sha 3 tadan bittasi Wildberriesga, Yandexga tovar qo'shishlar bilan tovar olib borish bilan shug'ullanadi. Asosan kompyuterda vaqt ortib qolsa, bularga ham yordam beradi ikkita ishchiga ham. Yana qo'shimcha ishchilar bor, kunlik ishlaydi ular. Doimiy ishga olinmagan shtatda. Lekin misol uchun bugun ob'yom ko'payib qoldimi, bo'ldi 4 ta bola chaqirlar yana qo'shimcha ishchi. Ular soat bayiga ishlab, soat qiladi. Soat bayiga qo'shimchasi. Qolganlari oylikda. Qolganlari ham oylikda, faqat ishlagan soatiga. Misol uchun motivatsiya bo'lsin deb shunaqa qo'yganman. KPI shunaqa. KPI shunaqa. Tushunarli. Dastavka qanaqa bo'ladi? Hamma skladlarga 5 ta skladga mashina Yandexmi? Yandex hozircha faqat. O'zingizlarni mashinanglarni qo'yib, mashina bor, endi o'zimiz boshqa chiqmayapmiz. Katta gazel-pazelga olib borib, o'sha arzonroq tushyapti, katta pul tikib qo'ygandan ko'ra. Mashina olgandan ko'ra o'sha hozir Yandex bilan gaplashib oldim, yaxshi Yandex topib olganman bitta. Akam o'ziga beramiz, akam o'zi topshiradi. U sistemadan tashqari. Yandexdan chaqirmaysiz, o'ziga telefon qilaman. O'ziga telefon qilaman. Aka, bugun yukimiz bor, betdan tayyor bo'ladi, mana shu vaqtda kelsangiz. Unga tayyorlab hammasini ortib beramiz, bolalar ortib berishadi. O'zi olib borib tushunib olgan, tim bo'li. Shunaqa. Qo'shimcha pul oladi o'ziga. Menga ham qulay, u ishchilarga ham qulay. Anaqa kutmaydi. O'zi vaqti ketadi. Ochat ko'payib ketib qolsa yana davlat pul oladi. Aka, mana 1 soatda bitta ishlayman, 2 soatda bitta desa, yana pul qo'shib beriladi unga. Shunaqa. Xatoliklar bo'lganmi? Eng seryozni xatolik. Mana shu uzumdami, bizadami farqi yo'q. Sotuvchilik sohasida mana tushishlar bo'ladi-ku, tovar qolib ketadi. Sezonniy tovarlarga pul tikkandan keyin katta muammo sezondan tovar qolib ketishida. Hozir ham mana zo'r sotiladigan tovar bor, shlanka, shu shlankada. Turibdimi? Oxirgi kelgan fora turibdi. Sifatda yaxshigina o'rab qo'yganmiz. Endi bo'ldi, iloji yo'q, uni hech kim olmaydi, keyingi yil tushiladi. Sezonniy tovarga pul tikishning katta minusi mana shu. Ketmaydigan tovargachi. Unga kam-kam zakaz qilinadi, to'g'ri. Kam-kam zakaz qilinadi. Ketmaydigan emas, nima deydi? Yangi bir tovarni. Yangilik qo'shganda, yangi olib kelinadi, misol uchun katta risk qilmagan ma'qul boshlanishda, kamroq bilan risk qilib, keyin ko'paytirib o'tsa yaxshi bo'ladi.
odzivlar mana yomon odzivlar bo'lib qoladi. O'sha yomon odziv bitta tovar sotilishini вообще o'ldirib qo'yishi mumkinmi? Mumkin albatta. Bo'lganmi shunaqa holat? Misol uchun holatlarda 10 ta sotilib turibdi, bitta odziv tushdi, bo'ldi, bittaga tushib qoldi. bo'ladi, lekin qolgan odzivlar yana yaxshi odziv beraversa ko'tarib ketadi. Lekin ketma-ket 5 ta 6 ta odam negativ odziv qoldiraversa, bo'ldi, o'zi sotuv to'xtab qoladi. Yangidan tovarni qo'shib, yangidan olib kirish kerak. Boshidan Yangi kartochka qilib, o'shanda shunaqa qilaman ko'pincha. O'sha Bizda ham bitta slankada tovar- ham 5 soatda bo'lgan shunaqa kartochka o'tgan. bizda ham bitta tovar ketayotgandi. Qanaqa? O'zi sotilmaydigan tovarlarni qo'shamiz-da biza. Ko'proq o'zimiz sotilmaydiganlar. Bittasi ketib turuvdi, endi sal ko'tarilib. Bitta yomon odziv tushgan ekan, shu bilan to'xtab qoldi-da. Yangidan kartochka qilib yana ko'tarish. 80% ga ta'sir qilgan ekanda shu odzivlar ham. Shunaqa ekan. Xo'p, yana kuzatuvchilarga qiziq bo'lishi mumkin bo'lgan bitta savol оборотlar bo'yicha. Maksimalniy оборот uzumda qancha bo'lgan bir oyda? Stokda qancha bo'lgan? Uchinchi platforma Yandex bo'lsa, Yandexda qancha bo'lgan? Sezonniy tovar bo'lganda o'sha yoz oylarida ko'p bo'ladi, sezondagi bo'ladigan bo'lsa. Kuniga 50, 60, 70 gacha bo'lgangacha. Bir oyligini aytavering. Bir oyda mana sanaganmisiz, hisoblaganmisiz? Bir oyda milliarddan oshiq uzumda. uzumda. Ha. Eng top shu bo'lgan. Bir oyda 15 kunlarda milliardga yaqin bo'lgan. Uzumda. Uzumda. Aha, qolgan platformalarda? Qolgan platformada stok marketda balandroq, lekin qolganlar jami milliardga bormagan hali ko'p. Stok marketda qanaqa balandroq bormi summasi? Hozirgi kunda baland skladni o'zimga o'zim sklad qilib olganimdan keyin savdo ko'tarildi. Ha. Shu joyda qanaqa edi? Yengillik qo'shish imkoniyati bor. Pul kiritishga imkoniyat bor, tovar qo'shish, sotiladigan tovar bor, lekin stok marketda omborida muammo bor edi. Bizda reklama bor, hamma narsa bor. Hamma narsa bor. Joy yetishmovchiligi Joy yetishmovchiligi bor. To'xtadim, aka dedim, mana shu joy turibdi bekor dedim. Mana shuni o'zim qurib olay, kimdir buzib tashlasa, mayli, men bu hisobimdan dedim. Joy qurildi, savdo 5 barobar oshdi. Eshityapsizlarmi? Bizda ombor yetishmovchiligi sababli sotuvchimiz o'zi kelyaptilar-da, Shohjahon. Bizning skladni yoniga yer berilyapti. O'sha yerga qo'shimcha zdaniya qurib olib turib, savdosini 5 barobar oshdi, real. 5 oshdimi? 5 barobar oshdi. O'sha skladdan keyin. O'sha skladdan keyin. 100 millioncha pul tiqib yubordilar-da. Lekin kunlik savdo o'shunchaga chiqdi hozir. Ha, kunlik savdo 100 million. Taxminan shunchaga, maksimal shunchaga chiqdi hozir. Endi kunlik qarab tovar tugab qolishi, kamayishiga qarab o'ynab turadi. Zo'r. Qoyil. Keyingi savollarim finans bo'yicha bo'lgani uchun ko'pchilik qiziq bo'lishi mumkin. O'sha har xil platformalarda, uchta top platformada eng maksimalniy обороtingiz bir oylik hisobida. Bir oylik hisobda Uzumda necha pul bo'lgan bir oyda? Mana sezon bo'ladi, sezon bo'lmaganda vaqt bo'ladi. Sezonli tovarlarda zo'r hammerda tovar chiqqanda, Ha, o'sha men maksimumini aytyapman-da sezon. Oyiga 2-2,5 milliarddan oshiq summa ham savdo bo'lib qolishi mumkin. Shunaqa bo'lgan. Ha, realniy bo'lganda ayting-da. Mana oddiygina bitta chudoshlarnikda qo'shgandik, o'sha 2023-yil qo'shgan yozda menimcha. Biza bergan mahsulot. Ha, xuddi o'sha. Men o'zimda bitta fura bor edi. Aha. Har kuni 4 ta 5 ta ishchi 1000 ta upakovka qilib bir gazet o'zimga olib borardi. Kunlik sotuv bir kunda 1000 ta bo'lgan. Qoyil. 15 mingta biza ham beruvdi adashmasam. Xuddi shunaqa. Sotilib ketuvdi. Sotilib ketdi. Qanaqa bo'ldi? O'zimdagilar o'zlarining hisoblaridan biz komissiya qilishdi, foiz olishmadi hech qanaqa. Ha. 0 komissiya bilan chiqarishdi. Faqat aytishdi, "Sen shunaqa zo'r narx ber" deydi. O'zlaridagi optim narxdan arzon bo'lsin deydi. Odamlar foyda qilsin deydi. Ha, shuni hisobiga. Ha. O'sha birinchi 50 mingga kelishgandik. Keyin men nakladnoyga kamroq summa yozib qo'ygan ekanman, tan narxini. Ular qarashdi, "Qara, sen ko'p foyda qo'yib olyapsan" deydi. Keyin narxni 45 mingga tushirdi. 5 minglar foyda qolganmi aytyapti? 5 mingdan ziyod kam foyda qolgan. $0,5 qo'yganda sizga. $0,5 $1 qo'yilgan qo'yilgan ustiga. Keyin birinchi kun o'sha 1000 ta olib qo'ygandik. $1 dan qo'ygansiz. $1 yaqin summa qo'yilgan har bittasiga, qo'yilgan edi. Kuniga $1000 dan. Endi u sezonda-da bir marta bo'lib qoladi. O'shada zo'r topgan paytlaringizni hisoblaydigan bo'lsak, $1000 dan ham aylantirgan ekansiz. O'shanda birinchi marta o'zim tovarimni o'zim sotib olib, o'zimnikilar menejer aytganda, o'zing tovaringni olib, o'zing ozib qoldir deganida. O'zim profilimdan zakaz qilib, o'zim ozib qoldirgandim.
tovar trendga chiqib ketib qoldi-yu. O'sha bitta uzumdan keyin. Yo'q, bitta oz emas. Endi uzumda organik, uzumda TVda reklama bo'ldi, televiziorda polni, bannerlarda reklama bo'ldi u. Hamma uzum joyda, hamma joyda o'sha eng super hitga chiqargan tovar bo'ldi-da. Haftaning tovari bo'lgan edi. 10 kunlik. Bir 10 ta 20 ta eng ko'p sotiladigan tovar ichiga qo'shilganda siz tovaringiz shunaqa bo'lgan. Ular ham hayron qolishgan. Kunlik sotib 1000 ta bo'lgan, saniki trendga chiqdi tovaring dedi. Keyin Ulug'zorga borsam, shunaqa tovar kerak, menda o'zim tugadi desam, ular hamki majbur narxni arzon qilib berishni boshladi. Sizlardan oldik majbur, keyin kamroq. Birinchi o'zimda bor tovardan, misol uchun o'zimniki bor ostatkadan zo'r foyda qolgan. Undan keyingilariga yana tovar topib berishim kerakman. Sizlardan oldim. Bizdan olganingiz, значит, bu keyingi holati. Birinchi sotuv zo'r bo'lib ketgan, keyin bizdan sotib olgan. Shunaqa. U yetmay qoldi. O'zimniki tugab bo'lgandan keyin yana olib kelasan dedi ular. O'shanda keyin ko'chadan olish boshlandi. O'shanda hisoblagandim, men sotib turgandan Ulug'zorga optim narxdan arzon edi. Keyin ular majbur bo'lishdi berishga menga, arzonroq qilib berishga. Ular aytishdi, haftada zo'r sotuv bo'lib turadi, u bozorga aytayapti. Kuniga 50 ta 100 ta ketib turardi mana shundan. Sen reklama chiqarding, umuman ketmay qoldi. Sotib ber shuni deb sotuvchilar o'zi chiqishni boshlashdi keyin. Menga manimchadan bersang qoplaydi, sotib beraman deb keyin ular bilan olib. Biza bilmadim, o'sha tovar uzumda zo'r sotildi. Odzivlarni ham qarasam yomon emas. Nimagadir bizani kuryerlar shunaqa jalba qilishdi. Bu tovar ne to ekan, birak ekan. Men ko'pchilikka aytaman-da, tovarni sifatli sifatsiz bo'lmaydi. Puliga ma'qul kelishi, ha, to'g'ri. Misol uchun o'sha shlang ham aytaylik 200 ming sotsa to'g'ri, odamlar uni sifatsiz deyishi mumkin. Qimmatda, narxiga to'g'ri kelmaydi. Xullas, bizda kuryerlar shu jalba qilgani uchun 15 ming ta qolib ketishiga qaramasdan biza sotuvdan olib qo'ydik-da. Yaxshi, biz tovaringiz ketib qoldi, sotilib ketdi shu bahona. Bo'lmasa, bizda astat ko'p qolib ketadi, mana shu 15 ming ta tovar. Xuddi shunday lekin. Endi qaysi tarafdan qarashga bog'liq-da. Misol uchun man stakanni kimdir 100 ming so'mga olib sifat stakan deyishi mumkin, kimdir 15 ming so'mga olib zo'r stakan deyishi mumkin-da. O'sha jihatdan qarab, narxiga bog'liq-da, ko'proq. Narxiga bog'liq. Arzon shunaqa deyman, sifatli sifatsiz tovar degan tushuncham o'zi yo'q. U narxiga qarab turib baholasa bo'ladi-da. To'g'ri. Soliq bo'yicha ham qanaqadir muammolar bo'lganmi? O'sha 2020-23-yillarda ko'proq muammo bo'lgan. Chunki u payti mana uzum birinchi massaviy yo'lga qo'ydi, integratsiya soliq bilan integratsiya qildi. Endi tizim hali unaqa, menimcha O'zbekiston soliq sistemasini o'sha men tushunmasligim mumkin. E-commerce'larga o'sha bo'limi hali uncha rivojlanmagan edimi? Yoki qanaqadir nima deydi, qonun qoidalar o'ylab chiqilmaganmi? Qonun qoidalar bo'lgan, oldindan menimcha ular o'shanga integratsiya qilishga, biz o'shanga moslashmaganmiz hisobiga yaxshi soliq to'laganman lekin. Ha, yo'q-e. Xatolik bilan, o'zingiz xatoyingiz bilan necha pul sir bo'lmasa? Har bitta yatidan 100 million 150 ming atrofida. Ha, indeks o'tib ketib qolgan. Indeks hisobotlari vaqtida berilmagan yoki olinganda prixod qilinmagan, shuning hisobidan yaxshi indeks chiqib kelgan. Bizda ham bo'lgan unaqa holatlar. Endi u o'sha davr uchun yaxshi foyda qolardi, marjalarimiz misol uchun 25-30% foyda qolardi. O'sha hisobdan bilinmay ketgan, lekin hozir katta summada lekin. Hozir unaqa xato qilib bo'lmaydi. Unaqa xato qilsangiz hozir ancha yutqazasiz. Shu narsalarni aytib o'tish kerak-da. Kimdir boshlamoqchi bo'lsa, mana shunaqa xatoliklarga oddiy qaramaslik kerak-da, o'sha dokument tomonni ham chiroyli qilib qo'ymasa, yaxshigina minus tortib ketishi mumkin. Onlayn savdo bilan shug'ullanmoqchiman. Bo'ldi, har bitta sotuv savdoda ko'rinadi, realniy qochib ketar ekanman yoki yopib ketar ekanman degan narsa bo'lmaydi. O'sha отчет topshirmadingizmi? 2 kun kechikdingizmi bo'ldi. 2 kaklatishlar, straf, SMS keladi onlayn kabinetga. Keyin yana topshirmadingizmi? Sutkangizga ketadi. Uyga qilib kelishadi. Men отчет bermayapsan, men hisob bermayapsan. Bizda ham shu oy shunaqa bo'ldi, adashmasam, bir ikkitami akkauntimizni nimalari, yatsitalari o'tib ketib qolibdi. E'tibor berib turmasa. 30 milliondan 60 milliongacha lishni pul to'landi-da ortiqcha. To'g'ri. Soliqqa o'sha foyda qilyaptimi? Bu soliqqa ham berish kerak. Ya'ni ham qochish yo'llari yoki aylanib o'tish yo'llari bor, lekin undan ko'ra tinchgina o'sha pul xalqqa ketadi. Shu o'zimizga qaytib keladi. Yo'l quriladi, nimadirlar shunaqa foydali ishlarga ishlatilsa kerak menimcha. Albatta. 5 yil oldin stok marketda Byuskada birinchi ishlagan paytingiz admin bo'lib kirib kelgansiz. Undan keyin sotuvchilik bilan shug'ullangansiz. O'sha paytda
bizani nima deydi biznes modelimizga o'xshab ishlaydigan saytlar ko'paydi. Xabaringiz bor. Adminlar ham ochdi, kuryerlar ham ochdi. Xuddi shunday. Xuddi kopiya qilib turibdi. Sizda ham shunaqa fikr bo'lganmi? Bo'lgan bo'lsa, nimaga qilmagansiz? Mana shu ikkita savol. Harakat qilib ko'rganmiz akam bilan ishlashga. Zo'r tovar bordi, soting mana o'zingiz sayt qiling deb, misol uchun lead generatsiya qilib, onlayn savdo bilan shug'ullaning deb aytganman. Nima muammo bo'lgan? Dastavka muammo bo'lgan, katta muammo o'sha minus dastavkada bo'lgan. Logistikada muammo bo'lgan. Bag'dan chiqarib, ana kuryer allab ketdi qancha summaga. Katta risk bo'lgan. Shuni hisobidan undan ko'ra bu yo'nalishga ketdi. Bu yo'nalish tinchroq ekan deb logistika bilan shug'ullanmasam, call center bilan shug'ullanmasam, tovarni vaqtida olib kelib qo'ysam, yaxshi tovar olib kelib qo'ysam, o'sha tinchroq menga. Riskiga nisbatan foydasi kam demoqchisiz. Ha, noldan ko'tarib ommalashtirgandan ko'ra tayyordan foydalanib. To'g'ri. Tayyor hozir platformalar ko'p. Shunaqa. O'sha 3 ta platformaga yaxshi joylashib olsa ham, menimcha o'sha o'zi ham hozir men urushtirishim ham ayta olaman. Aytaylik, kichkina savdo qilib turgan ko'pchilik saytlardan обороты katta-da, oyiga misol uchun 3 milliard оборот bo'lsa, uncha-munchasi to'g'risi 3 milliard kuniga 100 million degani, kuniga 100 million balki qilolmasdik. Balki emas, aniq qilolmaydi ko'pchilik shunaqa. Endi mayda chiqarib turibdi-da, 500 ta sotar, 100 ta sotar ko'pchilik magazinlar. Endi magazin, internet magazin deganda faqat bizani biznes modellarini aytmayapman, boshqa magazinlar umumiy O'zbekistonda. Sello bilan ishlab ko'rdim, Zudmol bilan ishlab ko'rdim. Nima yana Rossiyaga qo'shib Azon bilan ishlab ko'rdim. Azon ochildi. Azonda ishlab zarar qildim. Minus bo'ldimi? Ha, minus bo'ldi. Nima? Tovar qo'shdim, zo'r tovar qo'shdim. Kuniga 50 ta, 60 ta zakaz tushib boshladi. Rossiyaga ketgandir tovarlar. Rossiya ketmadi, o'sha ketmagandan muammo bo'ldi. Ha, logistika hali chalayganda ularda. Kunlik zakaz tushyapti. Menga 50 ta, 40 ta tovar yetkazib beryapman men vaqtiga, PVZsiga. Ular tamojiga olib borib, tamojidan qaytarib kelishyapti. Tovar отказ bo'ldi deb, отказ urushyapti. Har bir отказ uchun mandan pul ichishyapti. Ularda shunaqa biznes model. Ha, даже mijoz отказ qilsa, sotuvchidan yechib oladi pulini. Sotuvchidan yechib oladi logistikasini. O'sha 30% ga yaqin summa bo'ladi ham. O'sha yutqazmaydigan variant qilgan ekan-da ular. Ha, o'sha hisobidan ham bir $1000 ga yaqinroq summa minusda bo'ldi. O'sha tinchga to'xtatdim, kerak emas bo'ldim, ishlamaydi dedim. Wildberries'da ahvol qanaqa? Wildberries'da tovar puli 1 oyda kamida muzlaydi. O'shanga rozi bo'lib ko'rish kerak bo'ldi. Ya'ni yo sotuvchi. Sotuv unda ham kuniga 30-40 ta bor. Faqat unda hozir bizda faqat kitoblar bilan shug'ullanamiz. Diniy kitoblarni Rossiyadagi anaqalarga yetkazib berish. Yandeksga ancha oshib qoldi, adashmasam. Bizda boshida boshlaganimizda qaradik, kuniga 5 ta, 10 ta mana shunaqa zakaz tushgandan keyin qiziqish o'lib qoldi-da. Shu bilan shug'ullanmay qo'ydik. Menda ham zo'r emas Yandexda lekin. Unaqa bir 300 ta, 400 ta tushmaydi. Yo'q, asitkalar olib borib qo'yaman, sotib qo'yaman. Sekin ketadi. Oyliga bir 60-70 ming savdo chiqib qo'yganmancha. Zo'r ob'yom bilan emasda. Ob'yom faqat o'zimda, keyin stokda hozir. Stok marketning minuslarini ayting, men o'zim uchun bilib olay. Stok market minuslarimi? Minusi. Ommalashmaganimiz kerak. Ommalashmagan. Xudo xolasa bunisida. Endi ommalashmagan sababi bizda o'sha joy muammosi, sklad. Hozir bizda o'sha pipeline qilib nima yozib chiqqanman, полный to'liq strategiya. Ko'p muammolar именно o'sha joy masalasiga taqalyapti-da. Lekin men bilaman, boshqa zo'r men degan saytlardan ko'ra stok marketda savdo kunlik yuqorida. Bizda yaxshi. Biznes model yo'q-da. Biznes model zo'rligi hisobida-da. Ha, biznes model yaxshi tuzilgan. O'sha hisobidan. Misol uchun Sellodan bizaniki yaxshi bo'lsa kerak, ancha. Menimcha yopib ketsa Sello ham. Sellodagi bitta xodim bilan gaplashganimda, endi kameraga ham aytaveraman, $20 million atrofida pul tikkan ekanda ular. Adashmasam, endi menga aytishi bo'yicha. Men ular bilan ishlab ko'rdim, oyda 5 ta savdo sotaman, misol uchun A kategoridagi o'zimdagi tovarlardan 100 tasini qo'shgan bo'lsam, o'shanda 100 tadan kunlik baqa 100 ta sotuv bo'lib turgan bo'lsa, 10 dona sotuv bo'lmadi. Endi ularning biznes modeli mana bunaqasi. Keyin tinchgina boshqa odamlar ishlamagan yaxshi bo'ldi. Xumins ochdi keyin yana internet magazin ular bilan ishlab ko'rdik. Hozir Beeline ochgan, adashmasam.
asosan B-Market. texnikaga tiqqan B-marketini. Telefonlarga. Ularniki ham marketplace. Marketplace. Mana sotuvchilik orqasidan eng ko'p oyiga topgan pulingiz. Ko'pchilikka beraman lekin. Ayni hisob bormayman, to'g'risi. Misol uchun o'rtacha sredniy 15 ming, 10 ming topsa kerak. Eng zo'r payt. Yo stabilni shunaqa. Stabilroq shunaqa. Mazza-ku. Mazza lekin. Zo'r. Lekin men foyda deb ko'rib turaman o'sha narsani. Foyda deb ko'rsatadi, lekin mendagi ostatka bor. U minus uchdan chiqarib tashlash kerak bo'ladi. Pul muzlashi bor. 15 minglik riski ham bor-da. 15 minglik foyda bo'lgan joyda yana shuncha riski ham bo'ladi-da. 50 yillik ekanda. Shunaqa. Qancha foyda ko'payarsa, shuncha riski ham ko'payaveradi, albatta. Nimaga tavakkal? Mana oylikka ishlab turuvdingiz, yaxshigina oylikda. Ish joyingiz zo'r. O'sha ishni tashlab turib bu sohaga o'tib ketdingiz. Ikkita sabab bor-da. Qanaqa sabab? Oyligim haqiqatan ham respublika bo'yicha respublikadagi eng yaxshi oshxonalardan bittasi. Oyligim ham taxminan yillik hisoblaganda 2000 dan oshiq chiqardi. $2000. Unaqa menimcha o'zi hamma oshxona ham bermasa kerak. Shunaqa. Katta oylik. Ayniqsa u 4-5 yil oldingi. O'sha vaqtda parallel ishlab ketardim, savdo qilardim, o'zim market savdo qilardim, stock market savdo qilardim. U ham ish ham ketib turganda, bu yoqda oylik ham ketib turgan edi. Yursam bo'lardi, lekin qaysi nuqtaga kelib o'sish kerak bo'lib qoldi. Tanlash kerak bo'lib qoldi xullas. Tanlash ham qanaqa doimiy ishlayversam ham bo'lardi bemalolda, lekin u yoqqa ishlayversam birovni qo'liga oyligiga qarab yurishim kerak edi. Undan ko'ra to'xtadim, mana shu oylikda men ishlarimga beray dedim. Birovni qo'lida ishlayvergandan ko'ra dedim, ishchilarni ko'proq, bundan ko'ra ko'proq ishchi olib, o'zim ishlatganim yaxshi emasmi degan anaqa bo'ldi. Bu birinchi tarafi. Ikkinchi tarafi keyin o'sha diniy jihatdan qanaqa ta'zir qilib boshqa narsalar, jumaga chiqishlarga, boshqa narsalarga ta'sir qilgani uchun. Ishga din to'xtadim, pulni nima qilaman, buncha pul dedim. Boylikka o'xshamasdi lekin. Shu ikkinchi sabab shu bo'lgan. Birinchi sabab o'sha o'sish kerak bo'lib qoldi. O'sishga u xalaqit berdi. Har kun ertalab 9 gacha 9 ga yoki 6-7 gacha ishxonada o'tirib, birovni qo'liga qarab o'tirgandan ko'ra tavakkal qilib ko'rgansiz. Endi o'xshamasligi ham mumkin edi-ku. Ko'pchilik misol uchun bo'ldi, birov qo'liga ishlamayman, davay o'zim biznesim qilaman deydi. Bir xil payt o'xshamay qoladi, minus kirib ketadi. Keyin yana qaytib ishiga boradi. Rizq Allohdan, to'g'ri. Ular ham o'ylaganda, keyin ishxonadagilar ko'p uchrashib turamiz-da. Aytadi, "Bekor ketding-a, deydi. Keyin men ularga aytaman. To'g'ri deyman, bekor ketdim deyman. Hozir deyman, bitta tovardan deyman, oyligimni olaman deyman-da, foydasidan. Stabil sotiladi, doimiy sotiladi. Bitta tovarning hisobidan men olib turgan oyligim keladi, foydasi deyman. Endi unaqa tovardan menda 100 ta bor deyman. Ular o'ylab qoladi. Endi hammani rizq qayerda, har xil joyda, kimdir o'sha oylikka ishlashni to'g'ri biladi, kimdir savdo qilib, bir xil payt oylikka ishlagan ham nima deydi? To'g'ri hisoblanadi hamda menimcha. Hamma har xil odam bor-da. Endi kimdir o'sha oylikka qoniqib, o'sha bilan rizqini topadiganlar bor, oila qiladiganlar bor. Kimdir o'sha risk qilib, savdo qilib, shunaqa. Buni endi ikkinchi tomoni ham bor-da, o'xshamay qolgan payti yaxshigina minusga tiqib. Haqiqatan ham, lekin hozir o'zimda 20 mingdan oshiq magazin bo'ladigan bo'lsa, 20 ming sotuvchida u. O'shandan ishlasa aktivni 2 mingtasi ishlaydi. Qolgan magazin 18 mingta odam ham qiziqib kirib ko'rgan. 10% deganimi bu? Hozir 2 mingtasi ishlasa haqiqatan ham 90% qayerga ketyapti? Значит, 10 ta ochayotgan magazindan bittasi qolyapti degan, to'g'rimi? Значит, 9 tasi nimadir xatolik qilyaptimi yo vaqt nima deydi, boshiga kirib olganlar оборотga kirib oldi deysizmi? Значит, hozir qiyinroqda tushunish. Tovar to'g'ri tanlash olmayotgandir balkim. Ishlab chiqaruvchilar kiryapti, ular olib ketadi, chunki ular zararga ham sota oladi, boshqani ham qila oladi. O'zini tovari ularni, zavodlar kirdi, juda katta brendlar kirdi. Mana shular haqida gaplashaylik. O'zi shunaqa savol bermoqchi edim, izdan chiqib ketdi. Ishlab chiqaruvchi, krupniy ishlab chiqaruvchilardan kimlar bor o'zimda? Hamma brendlar kirdi pashta o'zi, katta brendlar. Va oldin magazinda sotuvchi telefonlar bo'lardi. O'zim olib kirmasdim, bozordan olardim, optim narxda olardim. Keyin o'sha eng katta olib kiradigan O'zbekistondagi dilerlar kirdi, Samsunglar, ularni. Novelar, Samsunglar. O'shani hisobidan men olib turgan optim narxdan ko'ra ular arzon sotyapti-da. Uzumni qo'yilgan vitrinada qo'yilgan narx arzon. Shunaqa. Men magazinga boraman, qara, mana bu magazin bunaqa sotyapti. Firmalarni bilamiz, qaysi firmalar.
qara menga berib narxing bilan bir xilku deyapman, foyda qilmayapti bo'lsam, shunaqa vaziyat bo'lib qolgan hozir deb. Ular ham to'g'ri tushuntirishyapti. Keyin to'xtatdim, bu telefonlar kerak emas menga aytdim. Yangi tovarlar ishlab chiqaruvchilar o'zi kirib o'zi shug'ullanyapti. Chunki Rossiyada ham, Moskvada ham bilaman shu Wildberries'ni asosiy biznes qilib olgan korxonalar bor. Bo'ldi, ular misol uchun kuniga aytaylik 1000 ta maykasi tiksa, o'sha 1000 ta maykasi faqat Wildberries uchun tikilgan bo'ladi. Umuman boshqa точка сбита deydi-ku, o'sha mahsulotni ketkazadigan kanali yo'q, faqat Wildberries'ga qaratilgan. Unaqa korxonalar juda ko'pda. Bizda ham sekin-sekin shunaqa biznes modelga o'tishyapti, chunki bir ikkita tikuv sexlari bilan ham to'g'ri gaplashgan paytim ular ham o'zini futbolkasini tikib turib shu uzumga sotayotganini ko'rdimda bir ikki marta. Qanaqadir stabil bozorda u bozorga, misol uchun bozorga kimgadir tovar beradi, ana sotuvchi xohlasa pul beradi, xohlasa pul bermaydi. Ishlab chiqaruvchiga hamda undan ko'ra ishonchliroq variantda bu marketplace. Haqiqiy qonun shartnoma qiladi, sotilsa pulini beradi, marketplace'ga ham foyda, sotuvchiga ham, ishlab chiqaruvchiga ham u risk kamaytiradi. Shuning hisobidan bozorga berib pulni olmay yurgandan ko'ra qarzga chiqargandan ko'ra bu yoqqa ko'zni olib turadi. Shuning hisobidan o'sish bo'lyapti shekilli. Shuning hisobidan yangi sotuvchilar ko'p anaqa ketib qoladi. Foydani to'g'ri hisoblanmagan, yangi tovar to'g'ri tanlanmagan hisobidan. Hozir uzumda mana FBO, FBS ikkita tizimda ishlayapti-ku, to'g'rimi? DBS ham qo'shildi. DBS ham bor. U nima? Delivered by seller. O'sha birinchi men o'zim ishlaydigan asosiy model o'sha FBO modeli. Hozir ham fulfillment by seller. Fulfillment by operator. Uzumni o'zi qilib beradi hamma narsa. Men tovarni olib boraman, zakaz tushsa, o'zim yetkazib beradi. Men tovarim doimiy omborda ko'rinib turgan soniga zakaz tushadi. Yo'q narsa zakaz tushmaydi. FBSda sotuvchining o'zi zakaz tushsa olib borib beriladi. Kunlik misol uchun mana bir stakanga kuniga 10 ta zakaz tushsa, 10 ta zakazni yetkazib beradi upakovka qilib uzumga. Siz ishlab ko'rdingizmi bu modelni? Ishlab ko'rdim. Mana shu stakan aytaylik sizda sinib qoldi. Nima bo'ladi? Zakaz tushgan. Zakaz tushgan. Men uzumga butun qilib olib beraman. Yo'lda logistikada sinadi. Yo'q. Sizda sinib qoldi omboringizda. Mani omborimda singan mani bo'ynimda qoladi, iloji yo'q. Siz bo'yingizda turadi, zakaz tushib bo'lgan-ku. Bozorda tushunasiz, agar bitta qilib ko'rsatgansiz, unda ham menimcha ko'rsatasiz omborimda, mana shu stakandan bitta bor deysiz. Uzum sizga bitta zakaz tushirib berdi. O'shanaqa holatda sinib qolsa. Yo'q, bozordan qidirib ko'raman, bo'lmasa atkaz bosiladi, atkaz bossa bo'ladi. Atkaz bossa bo'ladi. Uni ham foizi bor-da, necha foizdan o'tib ketib qolsa, sizni bloklaydi 3 kunga, 5 kunga, 4 kunga, shunaqa. Eng katta minusi mendagi bo'lgan FBSdagi klientga tovar birinchi marta bo'lganda yaxshi boradi. Bu yana yo'lda ezilib, boshqa narsa bo'lib, logistikada shikastlanib qaytib keladi menga. Yana shu qaytarib berishadi. Keyin yana o'sha tovarni olib borsam, ular olishmaydi. Bu qara ezilyapti deydi. 100 ga sistemaga, stok marketda ham shunaqa. Shunaqa, o'shani riskni kamaytirish uchun FBO ishlayman. Keyin ishchilarni optimallashtirish uchun ham o'sha FBO model. FBOni endi oldindan planlashtirsa bo'ladi-da. Ko'p tushunarli. FBSda endi doimiy har bir tovarni o'zim upakovka qilsam, chekka urib olib borsam 4 ta ishchi aniq yetmaydi. Undan ko'ra. Uchinchi variantichi DBS degan servis qo'shishdi. Unda dastavkani ham sotuvchi o'zi qilib beradi. O'zim faqat klient olib beradi. Unda ham komissiya to'laysiz. Qaysidir kategoriyalarga kamroq katta foizi, qaysidirlari bir xil uzun. Bir xil даже. Kimlarga qulay, misol uchun gabaritdan sotadiganlar bo'ladi qanaqadir. Quyosh panel, mebelchilar. Aynan o'sha hududni belgilab qo'yadi. Toshkent shaharga ishlayman faqat desa, Toshkent shaharga zakaz tushadi. Shunaqa qilsa ham bo'ladi. Bo'ldi, men faqat Toshkent shaharga xaridadan ko'rsatib qo'yadi. Men bu tumanni o'zim belgilab qo'ysa bo'ladi. Mana shu tumanga beraman faqat. Tovarga kirsangiz, qidirib kirsangiz, faqat mana shu tumanda mavjud deb ko'rsatadi. Yetkazib berishini. Pulni uzum oladi. Poyezdda chiqadimi? Men misol shahar tanlamasdan turib chiqadi. Topsam bo'ladi. Kirsangiz, keyin faqat men bu tuman uchun bor yoki men hudud uchun bor faqat deydi. Uzum pulini olib keyin sizga beradi, klient olgandan keyin. Pulni baribir uzum oladi. Uzum orqali. Yo'q, qarang, dastavkani men qilib bersam, qanaqa uzum oladi? Siz zakaz qabul qilib, klient yetkazib berdim deysiz, keyin siz uzum pul beradi. Yo'q, tushunarli, menga naqd bersa-chi. Yo'q, uni o'zini ishlab ko'rmadim to'g'risi, lekin men bilishim bo'yicha shunaqa. Uzum tarafdan aylanib pul hammasi. Uzum market tomonidan. Chunki uzum o'rtada davriya bo'lib turib beradi shartnomaga. Men nima uchun 90% shunaqa savol yozgan ekanman. Как раз bilgan ekanman. Nima uchun 90% bizda yutsa? Ishlanmaydi.
o'sha men boshida aytdim-ku, yo birinchi qo'l bo'lib eng arzon narx bilan kirib keling yoki hech kimda yo'q tovar soting dedim. Ular ikkalasini ham qilisha olmaganda. Shuni hisobidan keyin chiqib ketib qolishadi. Foyda qolmayapti deyshadi. Hozir nima deydi? Dalcha ishlash uchun motivatsiya ham bo'lishi kerak-ku, o'sha motivatsiyani ololmagan, bular savdosi bo'lmaganiga. O'sha ham bo'lishi mumkin. Birinchi kirgandan endi mana bizga kirganmiz, qanaqadir o'sha payt endi vaqtliroq kirganimiz uchunmi balki sotuv bo'lib turganda, odam qiziqqan keyin u zo'raganda. Ular hozir naushnik qo'shsa 1250-chi bu tovar bo'lib qo'shiladi-da, to'g'rimi? To'g'ri. Uni ichidan topga chiqqancha u bir oylab ham yotsa kerak odam kirmasdan bitta kartochka. Bor, shunaqa o'zim yangi qo'shgan tovarlarni shunaqa bular qilardi. Qiziqish bo'lmaydi. Zaryadchi qo'shdim. Zaryadchi kuniga 3 soat turgan ekan bittasi. Undan arzon qo'shdim. Ha, hech kim ko'rmaydi. Infografika ham undan zo'r. Narxi ham undan arzon. Lekin men sotib bo'lmadim. Nima bo'ldi? Uni rizqida prosta turibdi hozircha. Yana ham narsani arzon qilib yo'qotib yubordim. Foyda qolmaydigan darajaga tushib qoldi. Arenda pulini yechib ketyapti mana bizda muammo. Qazar sotilmasa arenda yaxshigina pul yechib olyapti-da. Asadkan kunlik kontrakt turish kerak o'sha hisobidan. A kategoriyada ko'proq tovar asad saqlash kerak. A kategoriya nima o'zi? ABS sotuv tahlili bor. Masalan, A'da eng zo'r sotiladigan tovarlar, B'da sredniy sotiladigan, C'da o'sha eng pastdagi tovarlarda. O'shalarni tozalab turish kerak. Sen tozalab turish kerak doimiy. 5 ta 10 dona qoldirib turish kerak. Nomiga tovar bormi, borga. Qolganini yechib olib olish kerak, endi iloji yo'q. Uzumni mana anchadan beri ishlayapsiz. Uzumni ichida konkretni xatoliklar bo'ldimi? Bir katta xatoliklar. Mana misol uchun mana bizda bo'ldi, sotuvchilar 2 marta pul tushib ketishi. Yaqinda xabaringiz bor, o'zingizga ham tushib ketdi. Shunaqa xatoliklar, texnik xatoliklar bo'lib turadi. Sklad bilan omborda asadka bilan bo'ladi ko'proq, ob'em ko'paygan hisobiga. Menda 2023-yilda berilgan qaytarish aktlari bor, hali ham yig'ilmagan. Bersam tekshiramiz. Yo'qolganda o'tadi. Ha, men qaytarish nakladnoyiga 5 ta qaytarib berdim, akt qilib qo'yganman. Akt turibdi, lekin tovar yo'q. Tovar yo'q. Ob'em ko'paygan hisobiga almash ketib qolgan, brakacha ketib qolgan qanchadir qismi. Ular ham tegib o'rolmaydi hamcha. Menimcha uzumni men bu o'sha 90% yopilib ketadi deyapmiz-ku magazinchilar. 10 tadan 9 tasi. Ular ham baribir nimadir tovar kiritgan. O'sha tovarlarni evaziga ham ombori вообще nima deydi, barday bo'lib ketib qolsa kerak, chunki uzum ulardan pul yecha olmasa, yo yecha oladimi? Yecha oladi. Yo mana kirdi, tovar sotilmadi. Hozir palyatga, misol uchun men uni 2023-yilda olib bo'lganman. 2023-yilda eski skladda edi ular. Yana bu yoqda seriyada boshqa sklad ochishdi, 2-3 ta sklad bo'lib ketdi. Ob'em ko'paygan hisobiga o'sha vaqtlarda yangi sellar qo'shishmasi ham qo'shdilar. Odam qabul qilmaymiz, bizga yetadi odam deb qo'yishdi. Yopildi. Sotlab 15 kun, 20 kunlab kutish boshlandi. Bo'ldi. U paytda o'sha omborda muammo bo'lgan ulardan, haqiqiy muammo bo'lib chiqqan. Keyin yana nima muammolar bo'ldi? Zo'r muammolardan mejikarlarda pagerlarni o'g'irlash boshlandi. AirPods'larni naushnik yechib ketish boshlandi ombordan. Ko'p sotuvchilar shunaqa bo'lgan. Men o'zimda bo'lgan realni keyslardan Magicar sotganman. Magicar avtomobillarga qo'yadigan. Pageri yo'q. Men olib olganman pageri bilan, haqiqatan hammasi upakovka qilib, tovarni klientga boryapti, pager chiqmayapti klientdan. Uni kim xodimlar o'g'irlagan? Xodimlar o'g'irlagan. Xodimlar o'g'irlab sizlarga sotishganlar, magazinlar aytishdi, olib kelishdi, sotishyapti. Aynan bitta modelni o'zidan 30 ta 40 ta yo'qda. Olib chiqib ketish shunaqalari bo'lgan. Ularni ham qaytarishlar, to'g'irlash bunaqa qilishyapti. Uzumda mana iPhone hozir savolingizga sirasi kelib qoldi javobga. Mana iPhone 17 telefonlar bor, qimmat telefonlar. O'shalarni sotsa qanaqa qilurlar? Oldin sotsa bo'ladimi o'zi? Bo'ladi, bemalol sotsa bo'ladi. Oldin qanaqa edi? Hammadan tovarni bir xil olishaverardi. Hozir qimmat tovarlarga safe degan narsa qilib qo'yishgan. Realni qabul qilgandan telefonni berdimmi sotuvga, telefon safe tovar, qimmat tovar bo'ldi. Uni alohida olib kirishadi. Alohida saqlab, alohida. Oldin menimcha hammasi bitta bo'lgan, shuning hisobidan qimmatroq tovar yo'qolavergan. Bitta chashka bilan AirPods ham yonma-yon turgan bo'lishi mumkin bo'lganda o'sha vaqtda. Olib chiqib ketib, qanaqadir jamoaviy bo'lib, madrasa qilishgan bo'lishi mumkin o'sha vaqtda. Endi menimcha yopishdi hammasini, hozir unaqa muammo bo'lmayapti lekin. Tugatamiz podkastni. Oxirgi savolim maslahat yoshlarga. Mana shu sohaga kirib kelmoqchi bo'lganlar bir qisqagina bo'lsa ham qanaqa xatoliklarni qilmaslik kerak? Asosiysi xato qilish kerak ko'proq. Faqat xatodan to'g'ri xulosa qilib,
Xato qilmasa boshqa variant yo'q. Sinab ko'rish kerak. Ha, sinab ko'r va o'sha tavakkal qilib kirib ko'rish kerak. Faqat krupni tushib qo'ymaslik kerak Ha, iloji boricha. men aytaman, tanishlardan kun qo'shilmoqchi bo'lsa, bo'ldi, nima qo'shmoqchisan? Mana o'zim komissiyasi mana bu saytga kirasan, ko'rsatib turibgan. Realniy bu komissiya aniq oladi. Mana logistikada aniq oladi. Sen nima sotmoqchisan? Stakan sotmoqchimisan? Stakan. Necha pulga olib ko'rasan, necha pul foyda qo'yasan shuni. Ko'r avval deyman. Hammasini ko'rdi, keyin 100 ta olib kirma shundan deyman. 10 dona olib kirib ko'r, mayli 10 dona qilib. Katta risk qilmasdan. Ha, sotib ko'r avval. Sax sotilyaptimi, keyin bo'ldi, orqasi uzmasdan olib ko'rish kerak, bo'ldi. Ko'pchilik qazar mingta zakaz Mana bu qilib qo'yadi. ko'radi, men magazinda kuniga 2 ming sotilgan ekan men tovar deydi, davay men ham qo'shaman deydi. Olib kiradi, boyaga zarachga o'xshagan narsa bo'ladi endi, ammo. Buni hech kim bilmaydi. Bo'ldi, Shohjahon, rahmat sizga Rahmat kattakon shuncha vaqtingizni ajratganingiz uchun. Foydali bo'lgan kimgadir.